Hammaga salom. Bizda bugun keyingi kun va biz yana putешествие ketyapmiz. Bu yerda Amina chiroyli ko'ylak chaladi. Oldida Xalid. Bitta zo'r joyga boramiz hozir. Sizlarga ham ko'rsataman. Biz keldik, xonaga kirdik. Tak, laynerga keldik. Qaranglar xonalarni. Vosh, juda ham chiroyli. Top-toza, shkafchik, televizor. Xuddi shunaqa xona bu yerda ham bor. Ana, Xalid ham yotib oldi o'sha. Mazami Xalid? Bu yerda bunaqa ko'p barnanaqasi bor ekan. Choy, snacklar, suvlar. Naryoqda vanna tualet, hozir ko'rsataman. Juda ham top-toza. Zo'r. Xullas, Xalid bilan Amina hamma joy kursh qilishni boshlashdi. Yerda Xalidning noskilari, qog'ozlar. Kelasi ham yerni o'tirib qiladi. Ke bu yoqqa Amina. Ke yur o'zing. Ke. Da. Voy, yiqib tushdi. O'ynama qolsan Xalid. Bu ochiladi. Menimcha raskladушка bo'lar ekan. Bemalol 4-5 ta odam kelsa bo'lar ekan. Nima qilyapsan Xalid? Ot. Ke o'zing sakraysan. Sakra yostiqlarga. Amina sakrasan ham. Ke sakra. O'ynayapti Amina. Sakra. Olganmiz. Qalin kiyimlarni oldik. Biz hozir детский площадкаga kirdik. Прямо вообще mazza qilishyapti. Xalid har doimgidek kamaziklar o'ynayapti. Amina esa изучать qilyapti hamma joyi. Площадка ham kattakon ekan. Yo'q, unaqa otmaydi Xalid. Ko'chada площадкаga chiqdik. Ikkalasi uchishyapti kachela. O'zi Amina uchyapti. Keyin Amina Xalidni chaqirib oldi. Bunaqa площадка. Bunaqa площадкаlar rosa ko'p bor-ku territoriyada. 3-4 ta bor ekan, har xil. Xalidga paxta berishdi. Paxta bilan non yeyapti. Biz pizza zakaz qildik. Bu yerda iced tea, men solyanka oldim. Turmush o'rtog'imlar lag'mon oldilar. Ber Amina.
ishonasizlarmi, har bitta soati raspисанный. Hozir mana ovqatlandik, undan oldin anaqa bo'ldi. Soat 7:30da hozir lazerni shou boshlanar ekan. Imenинниklarini tabriklashar ekan. Programma zo'r. Ertalabdan kechgacha ham aktivnostlar. Полностью. Yomg'irli havo bo'lishiga qaramasdan, lekin juda ham qiziqarli borishyapti o'sha anaqalar uchun. Посетителlar uchun. Xullas menga rosa yoqdi. Hozir живой muzika bo'ldi. Hozir ularni ham ko'rsataman. Sacrifice all the dreams and minds. No, I should. All my head is Lead your senses Там еще я soy я. Bizda hozir bolalar uchun восточный мюзикл. Пред царем Шахерезада, чиста, свежа, словно капля росы на бутоне цветка, умна, утонченна, нежна. Солнце с запада проплывет на восток и прохладу прогонит прочь. Мои стезы. Svetimiz o'chib qoldi. Представлениyadan keyin endi yana muzika живой и hozir lazer shou bo'lishi kerak. Вообще прям massa, zo'r atmosfera bor. Chet elga borgandan ko'ra bu yoqqa kelgan yaxshi, ham arzon. Гости лайнера, настроение есть? Нет, ну что-то вообще, это тухло. Настроение. Ishonasizlar, hozir soat 11 bo'ldi. Amin uxladi, Xalid uxladi, turmush o'rtog'im ham uxladi, lekin oynadan muzikani ovozi eshitilyapti. Haligacha diskoteka davom etyapti. Уже такой взрослый uchun, bolalar uchun shu programmalar hammasi tugadi. Adashmasam qayerdadir kino qo'yilyapti. Chunki Telegram подпискасы, короче, Telegramga biz подписка bo'ldik. Telegram подписка qildik kanalga, и u yoqda e'lon qilib turishadi. Misol uchun soat 6da mana shunaqa мероприятие, mana shu joyda. Bunaqa мероприятие u joyda ish qilib, целый прям programma juda ham прям anaqa tuzilgan. Har bitta soat, minut. Вот, и hozir mana eshityapman oynadan. Ashulalar bo'lyapti. Shu прям mazza. Xonani qaranglar, chiroyliligini. Juda ham toza, hamma joy. Xona toza, interyer juda ham toza. Ovqatlari mazali, прям shirin. Biz где-то
bizani ovqatimiz 500 ming bo'ldi. Shu 500 ming ichida ice tea oldik, pitsa oldik, lag'mon, solyanka и мороженое oldik. Shuni hammasi 500 ming bo'ldi. Bizani xonamizni narxi bizda prям lyuks palata, lyuks anaqa xona 4 million 600 adashmasam bizda получается ikkita xona o'zi aslida. Bu yoqqa men oyimni va qaynamni taklif qilgan edim, lekin taqdir taqozosi bilan ularni ishligisi chiqib qoldi va kelisha olmadi. Shuning uchun turmush o'rtog'im bilan birga keldik. Lekin zo'r ekan. Oilaviy kelishga, bola chaqalar bilan birga kelishga, o'sha prям mazza, bolalar prям shunaqangi mazza qilishar ekan boru. O'shanga tavsiya beraman. Layner degan joy. Yana bu yerda unaqasini qoldiraman. Kontaktlarni. Menga prям juda ham yoqdi. Birinchi marta kelishim. Endi xudo xohlasa yana plan tuzdim. Tug'ib bo'lgandan keyin avgust oylarida yana bir marta kelamiz. Chunki yoz tugamaguncha bu yoqqa kelish kerak. Basseynlarda cho'milib ketish kerak deb o'ylayman. No zo'r, chiroyli interyer xona, rosa chiroyli. Menga prям juda ham yoqdi. Sizlarga ham tavsiya beraman, kelinglar. Soat hozir 8 bo'ldi. Biz turdik. Tez hozir shortikini kiyamiz. Ikkalasi yurishibdi. Bu yerda hozir o'tiribman. Bu xona aytgancha kirmagan edik. Tashni bu yerda yotmadi. Biz narigi xonasida yotdik. Hozir tayyorlanib, kiyinib, keyin esa anaqaga chiqamiz. Zavtrakka. Tak, hozir men bo'yam olaman. Tezgina. Voy Amina. Kenchi rosa zo'r joy ekan, prям вообще yoqib ketyapti boru. Tozalik, akkuratni hamma narsa. Yana keladigan joy. Voy to'xta Amina. Aminam popasini yuvish kerak ekan. Popasi kir bo'pti. Ber Amina. Nima bo'ldi? Xalid boradi, kiyimlarini olib kel. Chunki Xalid butunlay pampersdan chiqib ketdi. Hozir уже pampers kiydirmayapman masanga. O'zi prям aytyapti, siyaman deb. Xalid qo'lingdagini berib tur menga. O'zi prям aytib, bugun ertalab ham bizdan vaqtlar turuvdi-da, keyin akasida chidab uyatgan ekan. Keyin borasan dedim, keyin pampersni yechib qo'yuvdim. Kechga endi baribir begona joy pampers to'g'lasin deb pampers kiygizdim. Adak o'zi uyda kiydirmayapman pampersni. Voy Amina. Nima qilding? Qara. Voy, men anaqada qilamiz. Nimga tiqib tashladi kesichkani. Xalid deyman. O'zi ertalab chidab turgan ekan. Borib anaqa qildi. Kecha ham pampers kiydirib qo'ydim-da, endi bor begona joyda ko'chada anaqa qilmasin deb. O'sha paytam Yo bo'ldi, ochmanglar, ochma Xalid, ber menga. Yer kir bo'ladi Xalid. Xalid to'kilib ketadi. Ochma dedim. Ketdik, yuringlar. Bo'ldi, давайте yuringlar, ketdik. Bo'ldi, men bo'yanib tayyor bo'ldim. Odam bo'yansa sразу настроение ko'tariladi. Endi esa ikkita bolalarimni bo'yantirsam, kiyintirsam, zavtrakka chiqib ketamiz. Biz zavtrakda bo'lganimizcha esa xonani yig'ishtirishga odam keladi va xonani yig'ishtirib qo'yadi. Qanday mazza. Biz hozir zavtrakka chiqdik. Zavtrak shvedskiy stol. Bu yoqda Xalid, bu yoqda men narslarim. Keyin daryoda turmush o'rtog'imniki. Zavtraklarni qilib olib, endi esa basseyn tarafga qarab ketyapmiz. Tomosha qilishga bugun ishlayaptimi yo'q? Chunki kecha yomg'irli kunda ishlamayapti edi. Такой pasluvdan tushib ketyapmiz. Bugun havo zo'r, bulutlar ham zo'r. Bo'ldi, biz anaqamiz tugadi. Endi uyga ketyapmiz. Kстати, bunaqa brelok berishdi. Ko'rsatgan Xalid. Nima u? Tak. Hozir ko'rsataman. Qani ko'rsat.
va bunaqa suxofruktlar berishdi. Hozir bitta rasm yeb ketamiz. Ochamiz и bunaqa paketikda hamma narsani berishdi. Ichida yana suv ham bor. Zo'r klassni. И yana nimadir qog'ozcha. Nima ekan bu? Yana ko'rishguncha degan takoy anaqa qog'oz. Zo'r. Amina уже uxlab qolyapti. Hozir ikkita bola ham uxlashadi. Biz laynerdan chiqib endi pasta yeyishga keldik. Shunaqangi bir ham chiroyli joy ekan, yaqinda ochilgan, juda ham chiroyli. Amir Temurda skverda joylashgan. Bu yerda Xalit hamma narsaga teyyapti. Oy, bolalar bilan kelish juda ham qiyin. Qanaqa chiroyli gulchalar qo'yib qo'yishibdi. O'sha chiroyli plashatkasi ham rosa chiroyli ekan, hozir ko'rsataman. Bolalar bilan bemalol kelsa bo'lar ekan. Так, bunaqa chiroyli qilib nakrovat qilishdi stolni. И dormizda детский площадка. Xalit kirib ketdi plashadkaga. Amina. Bunaqa chiroyli interyer. Juda ham chiroyli, prям estetik qilingan ekan. Joy. Так, pizzamiz keldi. Pizzani yoniga musaqa har xil souslar ham berishdi. 3 xil sous. Hozir Xalitdan boshlaymiz degustatsiyani. Ke Xalit. O'tir, hozirga beraman. Не горячая? Ana pizza. Ну как? Yaxshimi? Zo'rmi? Bering. Как его? Сюда, да, наверное, сверху, да. Хватит или еще? Ой, ko'mib ketdi. Так, spagettilarimiz keldi. Такой tomatный. Ustiga отдельно sirlar sepamiz. Shuni erib ketyapti sir. Endi turmush o'rtog'imniki. Amina stulchikda o'tiribdi, Xalit esa yonimda. Yoqdimi Xalit? Yaxshi ekan. Och og'zing. Xalit. Amina. Bugun magazinga borgan edik, hozir qarasdiki, Instagram uchun распаковка oldim. Sizlarga ham ko'rsatib bermoqchiman nima olganimizni. Tak, birinchisi bu bunaqa sandallik oldim. Brand Market degan magazin. Zo'r skidkalar bo'layotgan ekan. U yerda hozir 70% gacha. Tak, o'zim uchun bunaqa mayichka oldim. 174 mingga. Buni endi xudo xolisi tug'ganimdan keyin kiyaman. Yana mana shunaqa jigaring har xillari bor ekan. Pastiga ham zo'r shimlar bor ekan. Keyinroq boramiz. Xudo xolisi tug'ganimdan keyin yana boradigan bo'ldik. Yoqdi juda ham. Turmush o'rtog'im bunaqa rubashka oldilar. Prям xlopik material rosa zo'r. Buning narxi skidka bilan 414 ming. 15 mingdan ikkita bunaqani qoldik. Piyatka fink oldik. Finkan narxi tak 315 mingdan bitta qora fink oldilar. И oq rangli finka. Materiali prям shikarni boru. Mazaq bani badanga yoqadigan materiallar bo'ladi-da, yozda isitmaydigan, tellatmaydigan. И yana selfiega kirib bunaqa narsa oldik. Получается, голубой накидка. И tagiga розовый сарафан. Bunaqa такой под грудь sarafon. Как раз hozir beremni paytimda kiyib yurishga juda ham zo'r. Ustiga nakidka bilan oldim. Вообще zo'r ekan narsalar. Kстати, Brand Marketga boringlar. Hozircha 70% gacha skidka. Kim lyon narsalar yoqtirsa, именно lyon, такой yozgi shortikalar, futbolkalar, o'sha rosa ko'p ekan assortimentligiz ham prям toza narsalar ekan. Так что sizlar ham borib ko'ringlar. Так, bugungi kunga qaytamiz. Bu yerda bolalar baliqli kotlet yeyapti. Так, bu yerda bunaqa mevali narezka qilib qo'ydim ikkalasiga и brokoli beraman hozir. Shunaqa ovqat yeb o'tirishibdi ikkalasi. Amina. Biz hozir Sky Parkga keldik. Shunaqangi zo'r ekan, maza qilamiz. Xalitdan o'zi baliqchilik o'ynab yuribdi. Amina esa bu yerda bo'yanyapti. Assalomu alaykum. Sky Park. Maza. Bizda yangi biz aylanishga chiqdik. Amina. Xalit pistoletni ko'rsat.
bo'ldi. Biz hozir Seoul Moonga keldik aylanishga. Oldingi safar C1da magazin kirganimizda bitta matcha like in London degan anaqadan rosa zo'r anaqa oldik. Smuziga o'xshagan narsa-da xullas. Hozir o'shani yana oldik повторно. Bu gal boshqacha oldingi safar chernikali oldik. Bu gal turmush o'rtog'im chernikali oldilar. Men esa o'zimga apelsinni oldim. Shu hozir yeb ko'ramiz, birgalikda ichamiz. O'tir Xalid. Bu yoqda Amina o'tiribdi, bolalar fontan tomosha qilishdi. Ha, rahmat. Bu yoqda Xalid. Izlaga aytgan joyim bunaqa matcha in London degan. Bu yoqda, kстати, мороженое ham. Bu yoqda мороженое ham solib berishadi. Uni Amina ko'rib sразу ichaman dedi. Chiqib zo'r joy ekan. Так, апельсиновыйсini ichib ko'ramiz. Апельсиновый sok yoqtiradiganlar uchun samый раз ekan. Yana мороженкалар ham bor. Seki Xalid. Ay degan. Ozgina ya Xalid. Xuddi Xalid oldingi safargidek. Amina. Более сливочный. У меня более anaqa не сливочный. Hali kartinkadan zakaz qilgan edim. Nima edi? Qovoq semichkalari bor-ku, o'shani hozir mana Amina yeb o'tiribdi. Yebasanmi sen? Yaxshi ekanmi? Oli ye. Xalid esa uxlab yotibdi. Qisqat narsa bilan bo'lishmoqchi edim. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, oxirgi vloglarimda deyarli har kuni, har doim qatlaga turib boramiz. Bu narsa qachondirlar men uchun ham orzu edi. Men rosa xohlardim aytbetlarga borishni. Lekin qarang, mana sabr vaqt o'tgandan keyin ana har xil joylarga boradigan bo'ldik. Qisqat hozir menda 36 hafta bo'ldi уже. Endi 36 hafta bo'lish kerak. Xudo xolasa, o'zimcha plan tuzishim bo'yicha 37 haftada tug'aman. Oy. Kстати, oldingi vlogimda shunaqangi zo'r prosmotr bo'ldi. Прям вообще xursand bo'ldim. Oxirgi hamma videolarimga nisbatan eng ko'p prosmotr bo'lgandan вообще прям xursand bo'lib ketdim. Вот, hamma kommentariy yozgan. O'sha kommentariy yozilgani uchun tez rekomendatsiyaga ko'tarilgan videoyim. Shunga bu videomni hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, kommentariy yozinglar. Nimadir so'zlar, harflar, farqiga like bosib qo'yinglar. Обязательно shunda prosmotr ko'proq bo'ladi. Menga ham motivatsiya bo'ladi. Yana shunaqangi razgovorni videolar olish, ko'proq hayotimdan o'sha nimadirlarni aytib berish, sizlarga hayotim bilan bo'lishish. Kimdir uchun motivatsiya bo'lsin bu narsa. Kimdir ko'rib, yaxshi niyat bilan havas qilib, xudo xolasa mendan ham zo'r o'sha anaqaligisi bo'lsin. Вот. Keyin, kстати, oldingi vlogim ham turibdi montajda. U yoqqa Heaven's Gardenga debman. Family Gardenga borganimiz haqida u yerdan vlog olgandim sizlarga. O'shanda men montajda turibdi. Xudo xolasa endi bugun kech payt bolalar vaqtli uxlashsa, hozir bugun obedda uxlab olganim uchun kechasi hali montaj qilib yaxshi endi anaqa yaxshi niyat qilaman. Ertaga video qo'yaman deb nadeyuсь, kuchim yetsa montaj qilib ertaga video qo'yaman sizlar uchun. Вот, atak hozir mana Amina bilan birgalikda o'tiribmiz. Qizligimga mehmon kelgandim. O'sha hozir biz Burger and Lounge'ga ujunga chiqdik. Shunda uyimizning yonida Maxim Gorkida bu yoqda Xalid o'tiribdi. Nariyoda Amina. Oyim burgerlar yeyaptilar. Shunaqa mazali. Zo'r. Ukam ham chaqiruvdi, ukam pravasi bo'lgani uchun u kelmadi. Unga endi saboy olib olamiz. Kстати, zo'r joy, площадкалигisi bor. Такой уютный семейный joy. Naryoda pastda площадка. Kirishimiz bilan Xalid sразу площадкаga kirib ketdi. Manda video olish jarayoni. Uyga bo'ldik, kecha 2 kun qizli uyimda edik. Bu yoqda ikkita atamanlarim o'ynashyapti. Amina и pastda yerga Xalid joy soldi o'ziga. Yostiqlar qilib, ko'rpachalar qilib. Shunaqa ikkalamiz o'ynab o'tiribmiz.
Yangi hozir ko'chaga analiz topshirishga chiqib keldim. Ko'cha shunaqangi issiq, uyda konditsioner yaxshi ham bor. Allohga ming shukr. Konditsionerga ham uyimizda salqingina, muzdagina bo'lib turibdi. Bunaqa reklama olishim kerak edi. Shuni oldim. Hozir. Momish! Qaptudingmi? Voy, Amina o'tirib oldi xalit ustiga. Tur. Kстати, ertalabdan kecha sochimni yuvgan edim. Ukladka qildim. Kapshikdan настроение ko'tarildi. O'zi ukladka men uchun prям настроение ko'tariladi. Bor sochimni juda yaxshi ko'raman. Bilmayman nimaga unaqa o'xota ham qilmayman berilib, lekin sochimni prям ichimdan yaxshi ko'raman bor. Oldin yaxshi ko'rmas edim, lekin oxirgi yillar davomida, oxirgi yillar juda ham prям mehr qo'yib yaxshi ko'radigan bo'lganman bor. Qancha ko'p yaxshi ko'rsam, sochimni shuncha sochim menga xuddiki bir yana ham sog'lomlashib, yana ham chiroylilashayotgandek tuyuladi. O'shancha o'zi hamma narsani yaxshi ko'rish kerak deb o'ylayman. Hayotga nisbatan ming даже qanaqa qiyin vaziyatda bo'lsanglar ham, yaxshi ko'z bilan, yaxshi nazar bilan o'sha yomon narsadan ham yaxshi narsani topib, xursandchilik bilan qarasanglarchi, hayotingiz shunaqangi o'zgarishni boshlaydi. Chunki shundoq ham hayotda juda ham ko'p qiyinchiliklar, tashvishlar, shunaqa hamma narsaga yaxshi ko'z bilan, yaxshi nazar bilan qaranglar. Xudoni o'zi sinovni beradi, Xudoni o'zi o'sha anaqalarni beradi, Xudoni o'zi yechimni beradi. Amina, suv sepib tasha. Xalitga suv sep. Kстати, yuzim haqida ham oldinlar prishklar bo'lardi, o'sha ugrilar chiqqan bo'lardi-da, lekin oxirgi vaqtlar nima bo'ldi oyog'ingga? Keslab qo'yaman. Lekin oxirgi paytlar просто yaxshi ko'rishni boshladim-da. Ishonasizlarmi, yuzimga hech nima chiqmaydigan bo'ldi. Plus yaxshi uxut baribir. Endi yosh katta bo'lgan sari ajin-pajarlar tushmasin deb uxut ham yaxshi bo'lsa, hamma narsa shunaqa bo'ladi. Kстати, ertalab anaqalar topshirdim. Ertaga xudo xolasa poliklinikaga boramiz. Обменныйni olaman. Hozir menda уже 36 hafta. Xudo xolasa ozgina qoldi. Endi o'zimcha reja qilaman. Keyingi hafta tug'aman deb 37 hafta bo'lishim bilan nimagadir tug'aman deyman, chunki yozda suvda homilador bo'lib yurish juda ham qiyin ekan. Normal shunisiga ham shukr. Bu kunlar ham hali g'animat, odam hali sog'inadi bunaqa kunlarni. Yozda homilador bo'lib yuruvdim deb. Shunaqa agar homiladorlar bor bo'lsa, sizlarga kuch-quvvat tilayman. Bunaqa suvda yurish qiyin. Bir odamni dunyoga keltirish juda ham qiyin narsa. Zato biz молодецmiz. O'zimiz bilan faxrlanishimiz kerak. Shunaqa. Radomga sumkam tayyor emas, vipiskaga kiyimim tayyor emas. Nimadir alohida olish to'g'risini aytsam, unaqa planda yo'q. Uydagi bor narsani kiyaman. O'sha bolaga bir qator kiyim olamiz, yetadi, oyog'iga sekin-sekin olaveramiz. Unaqani ortiqcha nimadirlar shartmas deb o'ylayman. Shunaqa gaplar. Muhimi, kasha smeslarim tayyor bo'ldi. Bolam qorni to'q bo'lsa bo'ldi. Kasha smes pampers olib qo'yganman. Bitta kiyim olib qo'ysam, o'zimga mayda chudalar. Shunaqa gaplar. Videolarim yoqayotgan bo'lsa, обязательно like bosinglar, обязательно сердечко qo'yinglar. Juda ham xursand bo'laman, chunki videolarim yaxshi prosmotr yig'ish uchun, rekomendatsiyalarga chiqish uchun menga juda ham kattakon yordam qilgan bo'lasizlar. Kecha oxirgi ikkita videom ko'st emas, juda ham yaxshi prosmotr yig'yapti va men motivatsiya olib, yana videolar olib yotibman. Ikkita bola mana orqada o'ynashyapti. Orqada har doimgidek bardaq, lekin вообще farqi yo'q. Главное, bolalarim xursand. Qatga chiqmoqchisan, Xalit? Voy, yiqilib tushma. Bug'ida ish bo'lmagan. Bug'ida ish bo'lmadigan, Xalit. Xalit Aminaga futbolka olib kelib kiydiramiz. Bilasizlarmi, o'g'limga homilador bo'lganimda Philips Avent degan firma bor edi. Butilkalar bo'yicha, nimamcha ko'pchilik ham bo'lsa kerak, eng zo'r butilka, prям номер 1 butilkalar. Narxi ham shunga yarasha o'zimcha Xitoydan podelkasini, lyuks kopiyasini zakaz qilmoqchi edim. Farzandim narsa ishlatgim kelgan edi. Qaranglar, niyatim xolis ekan. Yaqinda o'sha firmadan yozishdi. Menga biz sizga как sovg'a sifatida boks yubormoqchimiz. Nima deysiz degandan keyin voy, bo'ldi, все yuboravering dedim-da. Menga shunaqangi prям kattakon korobkada. Uni yana men отдельный video ham oldim, распаковка qilib. Ber flomasterlaringni.
oldimda sizlar uchun nimalar yuborishganini prям ko'ringlar deb assortimenti nimalar borligini o'sha Philipsni и этот shunaqa xursand bo'ldim то что 3-farzandimda menga shunaqa narsa yuborishganini sizlarga ham ko'rsatib bermoqchiman nimalar yuborishganini. Yo'q olib kel, men anaqasi qani idishi idishiga solinglar flomasterlarni keyin olib beraman. Amina nimalar qilyapsan? Tak qaranglar, birinchi bo'lib bunaqa butilka. Bu sal kattaroq yoshdagilar uchun. Mana bunaqa butilka прям новорождёнкаga. Запасной soskalar agar yirtilib qolsa, keyin malakat sos. To'g'risi malakat sosim yo'q edi, lekin rosa ham orzu qilgan edim shunaqa malakat sosim bo'lishini. Olib kel. Отверткami? Bo'ldi, hozir olib beraman. Yostiqlarni joyiga qo'yib qo'ying Xalid. Keyin qaranglar, malakat sosga moslab mana bunaqa paketiklar. Холодильникda zamorозить qilish uchun, sutlarni olib qo'yish uchun. Keyin shotka. Tak 6 oydan 18 oygacha bo'lgan mana bunaqa butilочкаlar, sosочкаlar, bunaqa soskadan 4 ta yuborishgan, 8 ta общий. Отвертkachi tortmada ekan Xalid. Ha, kuxnyada tortmada turibdi, yo'qda yo'q ekan. Mana shunaqa butilочкаlar, sosочкаlar. Keyin bunaqa silikonoviy nimaligini tushunmadim-ku. Bunaqa narsa ekan. Mamchimda osib qo'yib, butilkalarni quritishganmikin. Hech qilib sal tushunmadim bu nimaga kerakligini. Keyin pelyonочка, bunaqa anaqali suv ichadigan idish. Раскраска. Bunaqa раскраска и блокнот. Qani qidir qani. O'tda yo'q отвертка. Ko'ryapsanmi, bormi? Hozir beraman. И oxirgisi bunaqa shopper. Asha zo'r, rosa xursand bo'ldim. Juda ham kerakli narsalar. Endi farzandim uchun kerak narsalar. Ishqilib zo'r. Agarchi yaxshi niyat qilinglar. Xudoning o'z vaqt soati bilan hamma narsani yetkazar ekan, qaranglar. Men qachondirlar orzu qilgan butilочка menga shunaqa sovg'a sifatida olib berishdi. O'sha klassni.